turganingiz ushbu qimmatbaho tosh brilliant toshlar hisoblanadi. Ayollar organizmida ham shunday brilliantlarga o'xshash qimmatbaho a'zo borligini taxmin qilib ko'ring-chi. Agar siz bu savolga tuxumdon deb javob bergan bo'lsangiz, to'g'ri topdingiz. Ayollar organizmida tuxumdonlar gormonal o'zgarishda va gormonal boshqaruvda juda katta muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O'z tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, har 100 ta operatsiyadan 70-80 tasi doimo tuxumdon faoliyatini buzilishi, ya'ni gormonlar buzilishi bilan bog'liq hisoblanadi. Va operatsiya vaqtida tuxumdon faoliyatini buzishi mumkin bo'lgan har qanday o'simta, bu kista bo'lishi mumkin, poliy bo'lishi mumkin, mioma bo'lishi mumkin, tuxumdon faoliyatini saqlab qolishga imkon qadar harakat qilgan holatda operatsiyalar o'tkaziladi. Tuxumdon kasalliklarining asosiy sabablari bu tuxumdon shamollashlari va gormonal o'zgarishlar, ya'ni bosh miya va buqoq bezi gormonlari o'zgarishi natijasida tuxumdonning faoliyati buzilishiga olib kelishi mumkin. Aziz ayollar, o'z brilliantingizni asrang.